hayotda shu do'st tanlashda juda ham ehtiyot bo'lish kerak ekan. Chunki o'sha do'stingiz yo o'sha siz yon atrofdagi odamlaringiz sizga ta'siri juda ham katta bo'lar ekanda. Sen menga do'stingni ayt, men sen kimligini aytaman deyishgan. Shu bekor gap emas ekan. Shuning uchun juda ham hushyor bo'linglar, yaxshi, iloji boricha shu aqlli, shu iymonli bolalar bilan yoki qizlar bilan yaqin bo'lsalar yaxshi bo'ladi. Chunki o'ylaysiz, bu ta'sir qilmaydi yo hech narsasi yo'q. Odam o'ziga ham bog'liq. O'ziz agar uddalay olmasangiz, demak sizni kimdir uddalaydi yo kimdir sizni o'sha o'ziga tortadi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar. Hamma ham yaxshi pul topchisi, yaxshi yashagisi keladi. Hamma ham o'zini nimasini rivojlantirgisi keladi. Va bu yo'lda, shu yo'lda ketayotgan odamlar bilan birga do'st bo'lsanglar, sizga osonroq va nima bo'ladi, maqsadingizga tezroq yetasiz. Lekin siz do'stlaringiz shu yomon yo'lga kirsa, boshqa bo'lsa, shunaqa bolalar bilan do'st bo'lsangiz, sirraza chopishga harakat qiling. Uzoqroq bo'lishga harakat qiling. Agar siz bilan chopmasangiz, siz o'zingiz chopilib ketasiz bu dunyodan. Грубо говоря, shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.